Ayolingizni tishlari uchun qancha xarajat qilgansiz shu paytgacha? Kommentariyada yozib bera olasizlarmi? Agar erkaklar yozmasa, hurmatli opa-singillar, sizlar yozinglar. Shu paytgacha tishlarga qancha xarajat qildinglar? Aniq ishonaman, katta summalar haqida gap ketadi. Va eng yomoni, sun'iy tishlar haqiqiy tishlarning o'rnini bosib bera olmaydi-da. Shuning uchun, hurmatli uylanmagan bo'ydoq yigitlar, sizlarga tavsiya qilaman. Homiladorlik davri, emizish davri ayolning organizmi uchun eng og'ir jarayonlardan bittasi. Juda ham ko'p o'ziga kerakli bo'lgan moddalarni homilasiga o'tkazib yuboradi. O'zida keyin sog'lig'ida muammolar paydo bo'ladi. Endi insonning ichida bir inson rivojlanadi-yu, qiyinchilik bo'lmaydimi deymanda. Shuning uchun tishlar mo'rtlashadi, sinadi, to'kiladi, sochlar to'kiladi, xullas tashqi ko'rinishda juda ham jiddiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Shuningdek, vazn ortadi ayollarda. Bu narsaga normal qilish kerak. Haligi bittasini haqida gapirdik, eslasanglar. Semirganligi uchun ajrashib ketgan bir nomard inson bor edi. Organizmda o'zgarishlar bo'ladi, tishlar to'kiladi, sochlar to'kiladi. Buni oldini olish faqatgina oldindan kerakli vitaminlarni, batlarni, boshqa kerakli moddalarni iste'mol qilish bilan bo'ladi faqat. Siz uni sog'lig'iga e'tibor bersangiz, oldindan jiddiy e'tibor bersangiz, keyinchalik bizga o'xshab turib katta sarf xarajatlarga tushib o'tirmaysizda.